Uyghur azıdar emas, erzdar. Abduri Abduveli Ayub. Yaqindan biri hammaylan jig'lang'i bo'lib qoldik. Chunki biz ko'rayotgan zulmni ko'z yoshlar so'zlamasa til bilan deb bo'g'ilib bo'lmaydi. Biz qalgan bu ovalchiliklar qanchalik yezilsin, qalam ojizlik qiladi. Şuna aparat bizge toğrulunub boğuca taramlap tökülüp ketimiz. Könümüz söyümlüklerimizden dert təsirdi işidi ötkeşke, közümüzge küllügen çıraylamı galeti körünüşke başladı. Bara jığılğanı kösekle öpkümüz örüldüğen bulup kaldık. Emma bu iğir küllerde zulümni, yenidiğini azaplaniş emas, hareketleniş. Xilvatga bekinib qadrdonlarni, qarindoshlarni aslab faryod chekish emas, balki ularni qutqizish uchun adolat darvozalarini chekish, jafo chekishdir. Hammamiz millatning da'vogori, qadrdonlarimizning arizdori. Bu da'voning bizning kutayotgani musofirchilikda solub sarg'iyish emas, chidab ishlash, tirishib kuchlanishdir. Yaqında bir dostumuz Uyghur uçurgan zulmni Türkiye'ge ve gaz dünyaya anlatışta teatr, naqshi muzikaning roli haqida atrofli qarashlarni so'zladi. Men bu qoyil bo'lib so'z qatdim. Ammo bir qism do'stlar buni qabul qilmadi. Ularcha millat yig'layotsa, naqshi aytish joiz emas ekan. O'zini dardman degan kishining naqshi aytib usul o'ynashi kulkilik tuyularmish. Şunun bilan ishtirokchilar arasida dindan, sunnatdan gap bo'lib, uyan tartishib, buyan talishib, bir qarorga kelanmay tarab ketdik. Bu gap bir qancha so'rinda bo'lgan bo'lsa-mu, ijozatdan inkor ko'p bo'ldi. O'ylab qoldim. Zulmni pash qilish, dard aytish, haqsizlik ustidan shikoyat qilish uchun cho'qim yig'lash kerakmi? Ma'qul yig'laylimi deyli. Ko'chada bir odam yig'lab o'ltirsa, atrofiga odam ko'p o'lishamdi yoki toza keltirib muzika o'rinlasimi? Albatta, muzika o'rinlab naqshi aytsa, agar ajdodlar beshiga kulpat kelganda vaqirab yig'lab bo'ldi qilgan bo'lsa, yoki ezilib, mishildab qon qusgan bo'lsa, bugungi mo'ngluq muqamlar, dardlik naqshilar, jangovar usullar ijod qilinmagan bo'ladi balki. Beşimizga falokat yoqqini rost. Ammo meydimizga mushlab tik yashayotimiz maqchib ketmadik. Chunki biz o'limni ma'nlik qo'shoqlar bilan ovat qilgan, mo'ngluq kuylar bilan san'atlik uzatgan millat. Ko'z oldimizda yurak bag'rlarimizni zardab qilg'idek xorliqning davomlashayotgani haqiqat. Ammo biz haqiqat uchun kurashda o'lishni tanlaganki, azoblanib o'lib olishni tanlagan millat emas. Bugun Uyg'urga kelgani tarixda ko'rmagan bir dahshatma emas. Biz tarixda mundaq vahshiyliklarni ko'rgan va kulfatda dushmanimizni yengib kelganki, tunjiqqan millat emas. Biz bundaq zulmlarda haqdan kechgan, nohaqqa bosh ekkan millat emas. Mundaq azobdan judimizni, xudimizni yo'qotib, ajdodimizdan, tariximizdan va kimligimizdan voz kechgan millat texmi emasmiz. Şii degan faşist bugun Uyg'urning 10%ni qamagan bo'lsa, Shingshisay degan jallod Uyg'urning 10% nobusini qirg'in qilgan. Bundan 82 yil burungi bir kechada Uyg'urning 300 dan ortiq eng munavvar kishisini Qashqar Yorbog' turmusida Pelmotda o'q tutib, jasadlari ko'ydirib tashlangan. Qani shu Shin? Qani o'zi Tayvanda o'ldi. Yigana tuxumi Kanadada qurib ketdi. O yo'qotmoqchi bo'lgan Uyg'ur bugungacha yo'qolmoqda yo'q, avib Xitoyda jahonda ikkinchi kishining ko'ziga tikkan bo'lib sanjilyapti.
Biz tarixda Xitoy boshlagan jaholatni saddichindan chiqamay, islomning mash'iliga muhofizatchi bo'lgan bo'lsak, tunugungi o'tmishda Xitoy kommunistlarining tam qo'shni musulmon ellarni istilo qilishidan to'sib qoldik. Mana bugun bizni chaylab o'tmoqchi bo'lgan kommunist mal'ullarning oyoqlariga bigizdek sanjilib ularning zaharli qo'lini chegaramizdagi ma'sum millatlarning yuragiga so'zilishdan to'sib turmoqdamiz. Xitoy bizdagi kuchni bilgachga, o'zidagi hech bir millatga sinamagan qo'shinini ishqa selib, zaminadagi hech bir xalqqa qilmagan zulmni bizga qilyapti. Aqidalik har bir Uyg'urga bugungi kun musibat emas, balki sinoqdir. Balki bu bir sinoqdir. Uyg'ur qilgan ishida aqlga va aqidaga amal qiladigan millat. Aqidamiz bo'yicha tushunsak, beshimizga kagini sinoq bo'lgan ekan, qiladigan ishimiz yig'lab, unumsiz hozir etish emas, balki pisand qilmay, tadbir bilan hozirlik qilish bo'lishi kerak. Nahaq buzaq qilinayotganimiz, unsiz yo'qotish oldida turayotganimiz paket bo'lgan ekan, qiladiganimiz bir-birimizga hol aytish, yosh to'kish, mo'nglinib yetib duo qilish emas, o'rnimizdan dast turib sabab qilish, da'vo qilish, dunyoning adolatiga arz qilish bo'lishi kerak. Agar zolimning oldida, adolat sudida hozdar emas, arzdor bo'lishni qaror qilsak, qilgan hozirligimiz aqlga uyg'un, xalqaro qonunga muvofiq, jahonda chilinayotgan muqomga mos bo'lishi kerak. Xuddi bundan 70 yillar burun milliy armiya jangchilari dumbisiga miltiq bilan ravabni tang esib janggohga mangandek, bizmi bugun bir qo'limizda dalil, arz, paketlarni ko'tarsak, yana bir qo'limizda ravab dutlarni ko'tarib, arzimizni ham yig'illarda logikalik bayon qilishimiz, hamda sahnalarda san'atlik ayon qilishimiz kerak. Shundala dunyo bu qadar aqlliq bilan da'vo qiladigan, mardona yashaydigan bir xalqning, hayotni shu qadar san'atlik o'tkazadigan bir millatning yo'qolishiga chidab turolmas holga keladi. Jahon uyg'onayotdi. Analar yig'lamasin. Manbasi yoshlar ovozi to'ridan. Bugun menga musibat, yuragimda qaynaydi nafrat. Nahaq ketgan ma'sumlar uchun nada haq gap, nada haqiqat. Yuragimda qaynaydi nafrat, qora dog'lar o'chmas ta abad. Yirtqich hayvon, nah ahli itlar yuraklarga dog' soldi abad. Qirindishim yosh takdim bugun, echinishdan aqdingni ko'rib, yuragimdan qonlar tamchidi, jon talashgan vaqtingni ko'rib. Odam emas, to'nguz qavallar, natsiz kabi yovuz hayvonlar, aman bir kun esab berasan, qonxo'r jallat, haddin oshqanlar. Uyg'ur uchun musibat bugun, matem tutqun Uyg'uring uchun, yodingda tut bu kunni do'stim, unutmag'in, atiyo o'gin. 7-oyning 5-kuni qip-qizil qilla daryo bo'lib oqqan, arslanlarimiz orman bilan shahid bo'lgan bir kun. Shu munosabat bilan avval farzandlaridan bevaqt ayrilgan qahramon onalarga cho'nqur salom yo'llayman. Sizlarga Allohdan sabr tilayman. Sizlar chidanglar, hargiz yig'lamanglar onalar. Balalarim shahid. Yeshinglarni zimin ko'rmasin. Bo'lmasa ziminni yig'lab tashlaydi. Yeshinglarni quyosh ko'rmasin. Bo'lmasa quyosh jahondan yuz o'raydi. Tağlar sizlarga chidam tilaydi. Burkutlar sizlarga balam bo'lsam deydi. Sizlarga balanglar baxt tilaydi. Bulbullar sizlar uchun xandan ursam deydi. Sizlarga nuzugum kulib qaraydi. Sizlarni shehidlar ruhi yo'laydi. Allah yo'laydi.
qon bilan yozilgan Uyg'urning tarix daftari bargan sir qilillab varaqlari tugashga, qon puroqlari texim kuchlanishga boshladi. Xalqimizning dard faryodlari xuddi Tarim daryosi oxirgi manziliga borolmagandek iztiroblar çekdi. Xuddi abida taşlarga atlarımız yezip qaldırgandek, xan bo'lgan erkeklerimiz qarang'u zindonlarda chiridi. Malika bo'lgan qizlarimiz didak bo'ldi. Millatimizning echinishlik ahu faryodlari, nala bilan ochiq ingrashlari, hasrat nadomatlar minut pasaygini yo'q. Tiniqsiz nimjon bo'lib qoldi. Ammo Uyg'ur o'lmadi. Hatta ba'zida ochiq chiyqirashlar o'rniga jangovar kurash marshlarini tovlashdi. Darmansiz holatdan jangovarlikqa o'tib, inqilob signallarini chaldi. Xuddi tuvandagi she'rda aytilgandek. To'lg'inar och jilan jutolmay bizni. Chunki biz millat erkaktin bo'lgan. Ming yillar basımı qismatlik topan, yo'qolmay yashaymiz shayton parishon. Yurtimda har kuni chiqidi bo'ron, ko'zlardan yosh emas oqar go'ya qon. Tug'ilgan holatim, yashidim shundaq, yo'qolmas ekan bu azobli inson. Dunyoning ko'zida qara Uyg'urga naqadar hayajon, chidamliq millat. Umidlik atiga aluvdu qadam, bassumu har qadam vaboyu ofat. Haqiqatan vatanimiz Xitoy jallodlarining qo'liga tushgandan keyin shuncha echinishlar, hisobsiz badallar to'landi. Daryo qalla aqdi. Milyonlagan qaqiliblarda qon dog'lari qoldi. Analar şir kabi oğlanlardan, nuzugumdek korkmaz kızlardan, yürek parlardan ayrıldı. Qanchalik analarning şu kız oğulları, yürek parları üçün, Uyghur millet üçün yaş töküvatqanını bizga nama'lum. Lekin zulüm bayada haman qarşılık buludu. Şu qarşılık buluş üçün yanıla bizning japakesh analarımız meydanga chiqishi kerak. Chunki millet bilan ana bilan taraqqiyot bilan butkul insoniyatning texmi ma'nilik yashab qolalishi, yana shu analarsiz, analarning qadimisiz, tabassumisiz bo'lmaydi albatta. Shuning uchun analar, sizlar birinchi bo'lib o'zinglarning ana ekanligidan iborat bir ulug', suyumlik haqiqatni toninglar. Shunda sizlar nimaning hayot, nimaning yashash, nimaning mavjud bo'lib turish ekanligini his qila olasizlar. Ham zulm ichida cho'ng bo'layotgan shu yurak poranlaringlarga nimaning zulm, nimaning erkinlik ekanligini, o'zlarining qafasda yashayotgan, qanoti bo'g'ilgan bir qush ekanligini tushundira olasizlar. Ham shundaqla ularda yovi kaptardagi erkinlikka erishish ruhini yetiltira olasizlar. Balalarga sizlarning yo'linglar bo'yicha emas, o'zinglarning orzuyinglar, eng yuqori kurash nishoninglar, armoninglarga qartib yetaklanglar. Balalarda dunyoda o'zining mavjud ekanligini namoyon qilaligidek fursat yaratib beringlar. Mana bu yuksak burch, eng oliy burch. Nasabinglarga aldınqılar sızıp bəgən sızıqda menişini emas, şu sızıqni öçürüşini, andın yenidin iz çıqırıb merdani menişini ügüdіңlər. Bir pişqan təqvadar ana taş tepişini bilgen avladını futbol çolpanı qılıb yetiştirib çıxalaydı. Əksçə bir layğazal ana tuğma talantlı xasiyetlik pərişdini mu daladaki giyahdək nabıd qılıb taşlığı dərləydi. Bizning azatlık kurashlarımızın davam qilishi, armanlarımızın amalga eshishi, to'xtab qolmaslik uchun bizga layg'azal analar emas, balki balalarga qarshilik ruhini o'g'italaydigan, muhabbat nafratni aniq his qildiralaydigan analar kerak. Bu sizlarning qo'linglardan keladi aziz analar.
Qani başlanlar analar. Hammamiz o'zimizdan boshlaylik, azizlar. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.